Obyektlardan biriga keldik. Ikrom aka, nechta sotixga qurilgan obyekt haqida qisqacha ma'lumot berasiz aka? Bu obyektimiz 3 sotixga qurilgan. Sergeli tumani, Beruniy mahallasida joylashgan. Hozir obyektimizda 2 hafta, 3 hafta planirovkasi mukammal bajarilib, undan keyin qurilish jarayoniga o'tganmiz. Bu 3 sotixga o'xshamaydi-ku, unaqa kattaroq ko'rinadi. 4-5 sotixga o'xshaydi. Bu eni 10 metrga, 30 metrga tushgan. 11-12 metr oldi hovliga, 5 metr orqa hovliga ajratganmiz. Освещениyani kengaytirish uchun maksimal arxitektura yechimlariga qarab juda mukammal tarzda amalga oshirganmiz. Hozir keng ko'rinishiga ham asosiy sabablardan bittasi mana bu yerdan ichkariga qaraganda orqa taraf, orqa hovli, oldi hovlilar oynalar yordamida polni ko'rinib turadi hamma joydan. Oynalar bilan to'silganda planirovkalari shunday planirovka qilishda ko'plar e'tibor qaratmaydigan narsa, har doim telefon chuqalab ketasiz yoki qorong'ida svet o'chib qoladi. Insonning miyasi shunday rivojlanganki, ko'z yumuq bo'lganda ham detallar bilan uradi boyagi joyda. Agar qanaqadir qiyshiqlikka, qanaqadir noto'g'ri qilib kalitkani bu tarafdan, kirish joyini bu tarafdan qilib qo'ysangiz, miya qidirib qoladi, paypaslanib qolasiz. Agar arxitektura yechimidan chiqmasdan hamma joyini to'g'risiga joylashtirib, regal kolonnalarda iloji boricha yurayotgan yo'lingizga parallel ravishda qilsangiz hammasini, shunda ham uy keng ko'rinadi, ham maksimalni ko'proq uyda har bitta burchagidan foydalanishga imkoniyat bo'ladi. Xo'p, bu yaxshi. Mana yerda zeleniy zona, bitta mashina sig'adigan joy bo'ladi. Endi oldi hovlimiz haqida, uyimizda oldi hovlisi haqida sizga qisqacha tushuntirib beradigan bo'lsam, bu tarafda nima deydi, kompaktni o'tiradigan, chaqchaqlashib, mehmon kelganda nima deydi, stol qo'yiladi. Bu tarafda ikkita mashina siqadigan mashinalarga joy qilamiz va mana bu yerda zeleniy zona qilamiz bu tarafda. Shunda mehmon kutib oladigan xonani oldida zeleniy zona, kichkina archalar, shunday narsalar turadi. Undan keyin o'tiradigan joy bo'ladi. Bu joyimiz razmeri 12 metrga 10 metr. Shunda hozir ortiqcha xarajat qilib regal kolonnalarga ham har bittasiga baquvvat qilib ketganmiz, ustlariga ham qo'yamiz, yarim g'ishtdan foydalanganmiz. O'zi 10 metr, 10 metrda ham yana tor qilmaslik uchun yarim g'isht, lekin shuni mustahkam ushlab turadigan shlaka bloklarimizga har 3 metrdan kolonna berganmiz. Har bittasiga mustahkam bo'lish uchun. Shunda hovlini o'zi qismiga bir 1-2 sotix ketyapti. Orqada ham joy bor ekan. Hozir orqa taraflarda ham ko'rsatib o'tamiz. Hovli 1-2 sotix, 1-2 sotix qurilishda o'zi, qolgani orqa hovliga chiqqan. Orqa hovlida basseynimiz bor. Hozir u tarafga o'tganda podrobni aytamiz. Eng qiziqarli savollardan biri, shu turishigacha nech pul ketgan? Korobka hali yerda qurilmagan. Hozir bu uyimizga $132 dan podvaliga ketgan. Hozir 100-120 dollardan ham qilishyapti, lekin bu 2 sloy izolyatsiya qilingan. Izolyatsiyalarni ham ko'rsatib o'taman, har bittasini. Izolyatsiya vazifasi nima endi? Izolyatsiya hozir yomg'ir, qor yoqqan vaqti, ko'chani sug'urgan vaqtlaringiz podvalda biz jiloy qilganmiz. Podvalda ham o'tirib dam oladigan joylar qilganmiz. Suv agar emulsiya qilinadigan, kraskalar qilinadigan bo'lsa, zax o'tmasligi uchun. Ko'p podvallar sho'ralab yotadi. Biz даже podushkani ichlari bilan izolyatsiya qilganmiz. Sababi bu nima deydi, kamida 100 yil insonlarga juda ham yaxshi xizmat qilish uchun. Bu yerda ikkita hovli qurayotgan ekansizlar. Bunaqasi alohida-ya? Ikkalasining devori alohida. Hozir har bitta kolon ichkarilisiga po'kak qo'yib ketganmiz g'isht ichiga. Ikkita g'isht bir-biriga ulangan joyiga kolonnalarga yog'och qo'yib, ajratib o'tib ketganmiz. Ikkita uyimizda alohida qilib. Ichkaridan bir kirsak. Birinchi etajda qaysi xonalar bor? Ko'pchilik xato o'ylaydi, misol birinchi etajga shuni joylashtiraman deydi, misol. Oddiy xalqning o'ylashi bor, professionalning, prorabning o'ylashi bor. Siz shu tomonning farqlari. Bu uyimizdan olib chiqib gapiraman hozir o'sha savolingizga. Birinchi etajda bo'lishi kerak. Tez keldi ketdi bo'ladigan mehmonlar uchun joy. Bitta yarimta baribir keladi. Oshxona birinchi etajda bo'lishi kerak, birinchisi. Birinchisi mehmonxona bo'lishi kerak, kiraverishda. Keyin mehmonxonamiz. Kengish koridor bo'lishi kerak. Koridor ham alohida bo'lgani yaxshi. Sababi eshik ochib yopilgan vaqtida shamolni koridor ushlab qoladi.
Mana bu eshik ochilgan vaqt uy birdan sovib ketmaydi. Ozroq bo'lishi kerak. Oshxona bo'lishi kerak birinchi etajda. Yo oldi hovliga, yo orqa hovliga qarab turish kerak. Oshxonani derazalari doim kattaroq ochiq turgani ma'qul. Undan keyin joylashtirsangiz bitta spalni qo'ying. Yoshi katta otaxonlar uchun yoki o'zingiz uchun. Bo'ldi shu. Eng keyin e'tiborga olinadigan taraf bitta hol bo'lishi kerak uyda. Hol deganda katta bir nima deydi? Mazza qilib har doim televizor ko'rib o'tirgani, mazza qilib ham suhbat bo'lgani, mana shu holda ko'proq o'tirishadi insonlar. Hozir mana shu planirovkasi ko'rsa, bu tarafda mehmonxona joylashtirganmiz. Mana bu yerdan suriladigan eshik qo'yiladi. Suriladigan eshik bilan yopiladi. Mana shu 3,5-4 metrga 5,5 metr mehmonxona bo'ladi. Kiraverishda keyin zina qo'yilgan. Ko'pchilik arxitektorlar hozir zinalarni ham bundoq aylanasiga qilib ketyapti. Bizda zinalarimiz to'g'ri joylashilgan. Kirganingizda to'g'ri. Mana shu eng katta yechimlardan bittasi. Bu nima uchun? Aylana bilan nima farq bo'lyapti shunda? Mustahkamligidami yo pulidami, nimasi farqli? Aylana bilan aylanada joy ekonom qilasiz. Joyni kamroq joyga ham aylana qilib zina qilsangiz siqib ketadi. Lekin bunaqa nima deydi, tekis bo'lganini asosiy yaxshi afzalliklardan bittasi telefon chuqalab ketayotganingizda, masalan, hozir telefon o'zi bo'lib qoldi-yu, hamma telefonga qaraydi. Bitta bo'lib qoldi. Telefon chuqalab ketayotgan vaqtingizda shu yerda borganda avtomatik o'zingiz to'xtaysiz. Agar aylana bo'lsa, qoqilib yiqilish ehtimoliniz juda katta. Keyin svet o'chgan vaqtida. Svet har doim svet bo'lmasligi mumkin. O'chib qolgan vaqtida ham to'g'ri tekis zinalar har doim to'g'ri yechim hisoblanadi. Bu mana bu GOST standartlariga ham javob beradi. Keyin bitta bu xonamizga bitta spalni joylashtirganmiz bu yerga. Endi yosh kattalar asosan birinchi etajda anaqa bo'ladi-da. Yosh kattalar uchun bitta garderobni xonasi, o'zini kiyim yechadi, almashtiradi. O'zini sanuzeli bor bitta. 4,5 metrga 5 metrlik xonasi bor, orqa basseynga qarab turadi. Mana bu yerga deraza termo romlardan derazalarimiz qo'ygandan keyin matviy qilamiz. Svet yoqqan vaqtda o'zi matviy bo'lib qoladi. Bu tarafi nima bo'ladi? Bitta qo'yamiz. Bu taraf yozgi oshxona bo'ladi. Bu eshik emas, bu yopilib ketadi. Bu oyna, prosta panoramli katta oyna. Katta oyna hozir moda bo'lgan, sababi nurni ham xohlaganingizcha kirgizasiz. Nurni to'sib qo'yish oson. Parda, shunaqa narsalar. Lekin nur ko'proq ochish qiyin, qurib bitkazilgandan keyin. O'shaning uchun basseynni yoniga joylashtirgansiz, orqa tarafdan qilganda buni ham ko'rsatib. Shu yerda joy savol kelib qoldi. Men xonalarga quyosh nurining kamida necha foiz tushishi norma hisoblanadi? Masalan, bakteriyalar o'ladi, baribir nur kelib tushishi kerak-ku. Yotoq xonalarga har doim quyosh nuri tushishi shart. Yotoq xonalarga, yotadigan joylarga. Mayli oshxonaga uncha tushishi muhim emas, mehmonxonaga zallarga uncha muhim emas. Yo'q, mehmonxonalarga ham uncha muhim emas, lekin holga, yotoqxonaga bu Ibn Sinon tip qonunlarida ham keltirilgan, kamida 4 soat quyosh nuri tushib turishi kerak. 4 soat, 3,5 Buni foizi yo'qmi? Mana quyosh nuri misol, yo xonaning 10%, 20% degan foizi yo'qmi? Endi buni men bu sal chuqurlashib ketishimiz kerak uning uchun. U degan 4 soat bo'lsa, ayni bu tepaga chiqqanda 10 dan 12, 1 gacha bo'lishi mumkin ehtimolda. Shu tushish shart. O'sha foizlarni bilib, xullas yotoqxonalarga quyosh nuri tushishi shart. Bir marta quyosh tushishi kerak. Kun davomida bir marta 3 soat, 3,5, 4 soat tushishi shart. Agar tushmasa nima bo'ladi? Nima minuslari bor? Ya'ni quyosh nuri juda kichkina bakteriyalarni, qanaqadir nima deydi, anolarni o'ldiradi. Quyosh nuri zararli narsalarni o'ldiradi. O'shaning uchun quyosh nuri shart deb shu qo'yilgan shunaqa. Derazalarda ham o'zini anosi bor, normativlari bor. Xonani qanaqadir foizlariga bo'lib chiqaradi. Uni hisob-kitobni arxitektorlarimiz yaxshi hisoblab beradi. Biz tayyorni qurib beramiz. Xo'p, navbatdagi xonalarga o'tsak. Xo'p, bu oshxona edi-ya? Mana bu yerda bu kalenda juda chiroyli chiqibdi. Bu yerda holimiz joylashgan, uyimizda. Hol joylashgan.
kiraverish koridorda o'ng tarafda kirgan joyda mehmon kutadigan joy. Shu yerdan keldi ketdi bo'ladi. Mehmonlarimiz bu tarafga aralashmaydi. Mana bu yerda garderobni qo'yiladi. Bu gipsokarton bilan yopilib ketadi. Maksimal bu yerda uydan santimetrdan ko'proq foydalanganmiz-da hozir yer optimallashtirilgan holatda. Ha, shunaqa. Bu yerda hozir gipsokarton bilan yopilganda bu yer to'liq yopiladi. Mana bu yerga divanlar qo'yilib, televizor tomosha qilinadigan joy. Kuxnya qaysi tomonda? Oshxona? Oshxona mana shu Regeldan u tarafi 4 metr, 3,5 metr oshxona. Hozir mana shu yerda divanda o'tirgan vaqtingiz, mana umringizni ko'p qismi mana shu holda o'tadi deyapman-ku. O'tirasiz, televizor ko'rasiz, mayda-chuyda hamma narsa shu yerga qilganda hovli ko'rinib turibdi. Bu tarafdan ham maksimalni keng освещение, masalan, u zabordan bu zabor to'liq ko'rinib turibdi. Hozir ko'rgansiz. O'zingizda nima deydi? Ham второй свет, tepa 8 metr balandligi. Arkalar o'ziga xoslikda namoyon qiladi. Hozir proyektlarni ham ko'rsatib ketaman. Bu boya savolimiz qolib ketdi javobsiz. Necha pul ketishtirishgacha sir bo'lmasa agar? Hozir bu 132 dollardan anonga ketgan podvalga. 120 gacha birinchi etaj, ikkinchi etajga shu narxda qo'yilgan. Shunda umumiy qanchaga bo'lyapti? Taxminiy summasi dollar misolda aytib o'tsak. Hozir hisoblab chiqish kerak uni. Hisoblash uchun taxminan shu orasida deylik, misol 30-35 ming, 20 ming qancha ketgan? Yerdan tashqari 35-40 ming atrofida hozir turishiga ketgan. Buni ustidan endi tomlari yopiladi, suvoqlari qilinganda korobkaning narxi chiqadi. Endi Xonobod misolida aytadigan bo'lsak, bu mahallada o'rtacha yerlar narxi 20 ming plus minus topsa bo'ladi. 20 ming dollardan endi 3 sotiqqa turilgan bo'lsa, taxminan 60 ming dollarga yer olingan deyilsa, yer hozirgi narxi shu hisobda bo'lsa, undan keyin shuni ustiga yana 35 dan 40 gacha ketgan bu yerga hozir. Korobka holiga tez keladi, arzon tushadi degan. Asosan ichiga ko'p ketadi. Hozir agar premium klassda remont qilinadigan bo'lsa, eng yaxshi, sifatli, yaxshi qimmat narsalardan foydalansa, 150-160% dan ko'p mablag' ketadi. U yo'q keyin mebelrovka narsalar tanlashga bog'liq. 150 ming dollardan oshiqroq ketadi. Yo'q. 150 dollardan. Korobkaga 50 ming dollar ketadigan bo'lsa, 150% 75 ming dollar ichkarini o'ziga ketib qoladi. 50 ming plus 75 ming. Yo'q, 50 mingdan tashqari 75 ming ichkarisini remontiga ketadi. 125 mingga aylanadi shunda. 125 mingga ichkarisini remonti shu atrofida aylanadi. Keyin u yoq qimmatlashadi. Eng kami shundan bo'ladi. Sababi premium uylarda faqatgina dizayn, chiroylilik e'tiborga olinmaydi-da. Premiumda rekuperatorlar o'rnatiladi, как положено, konditsioner aylanish sistemasi, o'tirgan vaqtingizda ko'p joylarga qarasangiz uyqungiz kelib qoladi. Sezganmisiz? Dars qilasiz, ozgina kitob o'qiysiz, uyqungiz kelib qoladi. Sabab kislorod yo'q. Konditsioner ishlab turadi, lekin kislorod yo'q. Kislorod bo'lish uchun rekuperator doimiy filtrlab ichkariga kirgizib turish kerak. Konditsioner o'zim ham shunaqa deb o'ylardim yaqingacha. Konditsioner ustidan qiladi. Tashqaridan havo olib, ichkariga haydaydi degan tushuncha bor edi. Aslida unaqa emas ekan. Yo'q, unaqa emas. Ichkaridagi havoni aylantirib bunaqa qo'yarar ekan. Shunaqa. Konditsioner havoni almashtirib bermaydi. Konditsioner sizga havoningizni sovutib beraveradi. Sovutib yoki lekin rekuperator tashqaridan toza havoni olib, ichkariga shu endi hozir rekuperatorda ham 100 xil xillari chiqib qoldi, ventilyatsiyani shundaylari bor. Даже shu konditsionerda ham vazifasini bajarib beryapti hozir. To'g'ri o'rnatilsa, shu iliq havo qishda, sovuq havo tashqarida -10, -15 bo'ladigan bo'lsa, ichkariga 20 gradus toza havoni kirgizib beradi. Xo'p, shunda bu yer podvali, birinchi etaj, ikkinchi etaj necha kvadratdan? Общий podvalimiz 120, 120 dan 122 gacha. Endi aniq hisob-kitoblarini o'lchaganimiz yo'q hali. Birinchi etaj ham xuddi shunaqa, podval bilan bir xil. Ikkinchi etaj mana buni второй svetni anosiga sal kamroq ikkinchi etajda. Ikkinchi etajga chiqqanda ko'rinaman, tepalar tepa patologgacha yopiladi. Bir ko'raylik qani ikkinchi etajda.